Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi sotib olib beradigan mashinamiz sizlar uchun haqiqiy amerikanskiy kayf beradigan mashina Traverse avtomobili bo'ladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Holatlari ideal, narxini siraz aytaman, $43,500 deb aytib qo'ymiz senasini. Naqd pul bilan kelsa ustun albatta kelishiladi. $43,500. 2023-yil proyektlar 49,000. Holatlar zo'r, top-toza balon, tonirovka, ruxsatnomalari, bas salon qismidan bir qator ko'rsatib o'taman. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q, laminatsiya ishlari qilingan motiv ko'rinishda mashinamiz. Yana tablolari 49,980 probekda. Ko'rindimi? Yana haqiqiy seriozniy mashina. Kapitanskiy sidina. Kimga qiziq bo'lsa, video ostida telefon nomerlarimiz bo'ladi. Avtokreditga faqat Xorazm viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasiga chiqadi. Telefon qilsangizlar tushuntirib o'tamiz grafiklari, incha so'm bilan chiqishlarini. Barter xizmatlarimiz ham bor. Liboy bilan solishtirib ko'ring, zo'r narxda turibdi mashinamiz. $43,500 mashinamizni xarid qilib ketasizlar, ustunda savdolashib kelishib beriladi xullas. Videomizga bir like bosing, niyat etganlar hammamizga nasib qilsin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, xudo xolasa bundan ham zo'r narxda avtomobillarni chiqarib davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.